Hazır torlarda 3 günde 5 kilo oruqlaş, 5 günde 7 kilo oruqlaş degandek mındaq. Tez suratda eg'irlik tashlaydigan oruqlash usullari bor do'stlar. Mushkul usullarni ishlatgandan keyin sizda qanday o'zgarish bo'ladi, men bir deb beray. Siz bir anlab beqing. Agar qabul qila olsangiz, mush usulni ishlasangiz bo'ladi. Qabul qila olmasangiz boshqa xil usullarni ishlatdim. Men deb beray ya. Endi 3 günde 5 kilo oruqlash, 5 günde 7 kilo oruqlash degan gap nima gap deysangiz, bu bekchiq eg'irlikchi bu. Ya'ni siz bir kunda bek az narsa yeyishingiz kerak. Aş pilavlarni mashtaq deydigan, mesela erta bir kun bir tal tuxum yeng, o'g'illik bir tal olmayang deb bir toshqanchilik narsa yemaysiz, bek oz. Ya'ni tamoqni ziyoda farz tutib yotdingiz degan gapchi. Buni aqid qanday bo'ldi? Bir odamningki bir kunda yeydigan tamoqning eng to'van cheklimisi bo'ldi. Buni biz asosiy metabolizm deymiz. Masalan, siz hech qanday harakat qilmasangizmi-chi, o'ngisiga yotsangiz, ko'zingizni yumib xiyol surib yotsangiz-chi, sizda bir energiya sarf bo'ldi. Sizga energiya ketadi. Masalan, telefoningizga liq to'qni qachilab bunu ishlatmay tashlab qo'ysangiz, 2-3 kunda o'zligidan tok tugaydi uni. Siz ishlatmagan taqdirda tok tugaydi-ku. Shuning uchun tuyuqsiz telefon ishlatib qolish uchun uning uchun tok qachlab turishingiz kerak. Shuning uchun siz harakat qilmay, xuddi o'simlik odamga o'xshash yotsangizmi, sizga energiya ketadi. Siz shu energiyani bo'lsin o'zingizga berishingiz kerak-da. Masalan, hisoblab baksangiz, balkim 60 kilo atrofida qizlarning 1200-1300 kaloriya chiqishi mumkin. Ma'o 70-80 kilolarning 1500-1600 kaloriya chiqishi mumkin. Bunu chiqim o'g'irlashtirishingiz kerak. Siz bir kunda 2 vaqt shu vaqt tamoq yeysingizmi, mushinchik chiqadi. Amaliyat siz mushinchik yeb o'g'irlay olasiz degan gapda. Chunki siz harakat qilyapsiz emasmi? Harakatga metabolizmni qatsangiz balkim 1800 kaloriya chiqishi mumkin. Shuning tamoqning eng asosiy, eng tuvan o'lchami bo'yicha yeysangizlar o'g'irlab mang'alaysiz. Ammo siz u o'lchamdami to'valtiryapsizda hozir. Taxminan 400 kaloriya, 500 kaloriya yedingizda. Bu chog'da qanday ahvol yuz berdi desangiz, beden sizni bu o'simlik odamga aylanib qolgan o'xshaydi yoki shu tarafga qarab mengibdi deb sizni shu o'simlik odamga pozitsiya qanday pozitsiya bo'ldi. Harakatdan qoldirib qo'ydi sizni-chi. Eg'irligingiz bakteriya tushdi bishida. Vash degandek shu 3 kunda 5 kilo, bir haftada 7 kilo, 10 kilo eg'irlik tushdi. Ammo shu to'xta qoldi o'sha. Nimishqa endi tushsa beden sizda bu hayotidan ayrilib qolmasa, shamol chiqsa uchib ketmasin deb eg'irlik tushirishingizga to'xta qo'ydi. Metabolizm değişiringizdan oslab ketadi. Bu chaqsa o'riqlaymansangiz yana azaytishingiz kerak tamoqni. Bir kunda bir tal tuxum yeb o'riqlayotgansiz, bir kunda yarim tal tuxum yeyishingiz kerak-da. Bu amaliyotga uyg'un emas-ku. Qanday yashig'il bo'ldi shundaqmi? Endi yana o'riqlaymansangiz qanday qilsiz? Va metabolizm yuqori ko'tarishingiz kerak. To'xta qoldi, uningdan bekrek tushmaydi, xotirjam bo'ling, chunki sizda harakatmi qilolmaysiz, sizda mag'dur yo'q. Bir kunda bir tal tuxum yeb qanday harakat qilsiz siz? Değişen nayt tuvan degan gap. Gapim tushunib qoldimi? Undan boshqa siz qaytadan fantan bo'lib ketasiz. Chunki siz bir kunda bir tal tuxumni yeyavermaysiz. Siz yana zeriksiz, jilvolsiz. Ikki vaqt, uch vaqt tamoq yeydigan qaytib kelasiz. Bak sig'inib ketdingiz tamoqlarni, bo'yin po'shu ketasiz. Tez suratda eg'irligingiz tushgan vaqtda badandagi may, suv, muskul hammasidan chiqib ketgan. Shuningdek eg'irlik tez tushdi, jiq eg'irlik tushdi. Ammo qaytadan ikki vaqt shu tamoqni yeb eg'irlik oshgan vaqtda muskullar qaytib kelmaydi. Mayla qaytib keldi. Beden mayga shunda intilib ketadi. Sanmasam bo'pti-ku deb shunda kuchab ketadi. Muskul qaytib kelmay, may qaytib kelgandan keyin sizning tesheringiz o'rilmaydi. Gapim tushunib qoldimi? Shundan siz oson samiradigan tipdan bo'lib qolsiz. 70 kilodan 65 kiloga tushgan bo'lsangiz bir haftada, siz keyingi bir haftada yana 70 kiloga, uning keyingi bir oyda 75 kiloga chiqib ketasiz. Bilib bilmaydi. Shu vaqt tamoqni yeb turib o'riqlig'ini buldigan bo'lsa, siz nima qanday faraz tutasiz o'zingizdan? Faqat shu eg'irlik ostroq tushdi shu. Eg'irligingizni ostroq tushirib, qayta samirib ketganingiz yo'qmi yoki eg'irlikni tez tushirib, yana tez o'riltib ketganingiz bormi? O'zingiz tanlang. Siz qildigan ish bu-chi. Siz o'zingiz to'g'ri ko'rsangiz, qaysini to'g'ri ko'rsangiz, shuni bir tanlab beqing. Ma'qulmi? G'ayrat qiling.